أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Aziz hurmatli o'quvchilar, 22-darsimizga keldik. Inshaalloh 22-darsimizda matnni, ya'ni cho'zishni o'rganamiz. Matn cho'zib o'qish demakdir. Ya'ni mat degani cho'zish, uzaytirish degan ma'nolarga keladi, birodarlar. Quyidagi misollarda alif, vav hamda yo harflari ustiga mat belgisi qo'yilgan deyapti. Ya'ni mat harflarini o'rgandik. Alif, vav hamda yo harflari edi. Endi ularda bir alif cho'zardik, to'g'rimi? Bir alif, ya'ni iki harakat cho'zardik. Endi ana shu mat harflarining ustida mana bu belgi kelar ekan, ya'ni ham ko'proq cho'zamiz mana bu belgi kelganda. Tushundinglarmi? Bular tajvid ilmida keladi. Ya'ni matn nima, matn turlari, qaysi matni qancha cho'zamiz, qancha cho'zish joiz, qancha cho'zish vojib. Bular tajvid ilmida keladi inshaalloh. Mana sa deganda mana qadrli birodarlar alif harfi kelyapti. Ya'ni mat harflaridan alif kelyapti, ustida mana bu belgi, mat belgisi. Nima qilamiz bu yerda? Cho'zib o'qiymiz. Sha alif harfi ustida mat belgisi. Jaa ulaika haulai sawaun sail. Bundan oldingi darsimizda qadrli birodarlar vaqfni o'rgandik, ya'ni to'xtashni. To'xtaganimizda qanday to'xtardik? Sailun mas sail deb to'xtardik. Ya'ni bu yerdagi bu yerga lamning ustiga bitta sukun qo'yib to'xtardik. Ya'ni sail ya ayyuha Israil Jabrail Mikail Si'a Ji'a Si'at Su'a Abu'a. Aziz hurmatli o'quvchilar, 22-darsimiz ham mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Inshaalloh keyingi darslarimizda davom ettiramiz.